Assalomu alaykum mushtabdagi qarindoshlar. Mushu videoni ko'rib azroq gap qilgim keldi. Mushu so'zimni boshqa to'pga yo'llab qo'yinglar qarindoshlar. Muhammad alayhissalomni mushu g'ayri musulmonlarning faylasoflari, olimlari tushunganchilik Muhammad alayhissalomni payg'ambar deb e'tirof qilgan. Ya'ni men mushu dinning olimi, mushu dinning yetakchisi, mushu dinning mollasiman degan odamlar g'ayri-musulmonlarning faylasoflari, olimlari tushungan bo'lsa, ashunchalik bilgan bo'lsa, Muhammad alayhissalomni ashladek o'rgangan bo'lsa, ashlar tasvirlayotgandek tasvirlaydigan bo'lsa, bugungi kunda dunyoning hech qanday yerida hech kim Muhammad alayhissalomga haqorat qilolmaydi. Biz Muhammad alayhissalomni bizning olimlarimiz qanday tushundirdi desa, boshqalar Muhammad alayhissalomni Qur'on qanday tushundirgan bo'lsa, shunday tushundirdi. Tushundiryotdi mana ma'noda. Tushundiryotdi. Bizningcha desa, Qur'on bilan hech qanday munosabati yo'q. U Muhammad alayhissalom dunyoga boshqalarga o'biriga kirishni o'rgatgani kelgandek, tomoq yeyishni o'rgatgani kelgandek, xotin bilan qanday uy tutishni, qayiqidan chiqib qayiqidan tushishni o'rgatgani kelgandek, qancha xotin elishni o'rgatgani kelgandek. Mana mo'shundoq so'zlaydi-da. Xuddi Muhammad alayhissalomdan avval insonlar yashamagandek. Hamma odam tomoq yeyishni, yetib qopishni, ayollar o'zaro bir-birisiga qanday muomala qilishni. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgandan keyin dunyo shuni o'rgangandek. Muhammad alayhissalomdan ilgari hech qanday inson dunyoda yashamagandek. Butunlay Muhammad alayhissalomning oldiga kelib bir ayol kishi hayz to'g'riliq so'radi deyotgan. Muhammad alayhissalom so'ng qo'li bilan tomoq yema, o'ng qo'li bilan yedi deyotgan. So'ng putung bilan hojatxonaga kirdi deyotgan. Muhammad alayhissalom xotini bilan anda qildi, xotini bilan manda qildi deyotgan. Muhammad alayhissalom hattoki bir yerda nutq so'zlayotdi. Oldidan bir ayol o'tib ketgan. Hissiyot qo'zg'alib ketib kirib bir ayoli bilan birga bo'lib chiqdi deb shu gaplar, shu Buxoriy, shu Muslim, shu Termiziy degan hadislarda bor. O'sha darajada haqorat qilamsan Muhammad alayhissalomga. Hozir bir insonni dadang bir yerda so'zlab o'tadi, bir ayol oldidan o'tib ketib dadangning hissiyoti qo'zg'alib ketib kirib opang bilan birga bo'lib chiqibdi desa, nima desa, haromdan bo'lgan deb og'ziga birini qo'ydi. Mening dadamni ashunda deb o'ylamsa deydigan. Ashunda odam deb qaramsa mening dadamni deb og'ziga birini qo'ydi, vijdonliroq odam bo'lsa. Muhammad alayhissalomning deydi tafsirida bor. Bir ayolga ko'zi tushgan bo'lsa, o ayolni Muhammad alayhissalomning elishi vojib. Ya'ni shu ayolning yo'ldoshining o'sha ayolni qo'yib etib Muhammad alayhissalomga qo'yib etishimi vojibmi, sunnatmi bir nima? Mana mushu darajada Muhammad alayhissalomga haqorat keltirdi. Islom dinining olimlari Muhammad alayhissalomga haqorat keltirdi. G'ayri-musulmonlarning faylasoflari, olimlari Muhammad alayhissalomni Qur'on qanday tasvirlagan bo'lsa, shunda tasvirlab, agar hozir Muhammad alayhissalom mushu dunyoda bo'lib qolgan bo'lsa, dunyo ashning o'xshash bir insonga ehtiyoji bor, dunyo ajoyib gullanadi deyotdi mola. Bizning odamlarimiz shu desa, Muhammad alayhissalomni faqat yuqorida deganimdek, xotin elishni o'rgatgani kelgandek, o'birniga kirishni o'rgatgani kelgandek, tomoq yeyishni o'rgatgani kelgandek, uningdan avval ayol kishi hayz deganning nimaligini bilmaydigandek, Muhammad alayhissalom u ayollarga o'rgatgandek, mana mushunda bir nimalarni din deb so'zlab o'tirdi emasmi bu nimalar? Bularda xatolik yo'q. Bularni opirib faylasuf qildim, olim qildim, professor bo'ldim, doktor bo'ldim deb, ashunda bir narsani din deb o'gitib, islom dunyosidan tushgan avvali ma'vu. Bugungi kun kelganda boshqalar Muhammad alayhissalomning Qur'on qanday tasvirlagan bo'lsa, mana shunda tasvirlab dunyoda haqiqiy Muhammad alayhissalomdek bir kishi bo'lgan bo'lsa,
Dünya acayip güzel bir dünya olati davet edim Allah. Lev Tolstoy, Muhammad alayhissalom hurmat va ehtiromga munosib insondir. Mahatma Gandhi, Payg'ambar o'z so'ziga sodiq, ummatlari va sahobalariga nisbatan adolatli, fidoyi, jasur va qo'rqmas edi. Thomas Carlyle, G'arb tomonidan bu zot haqida aytilgan yolg'onlar biz uchun sharmandalikning o'zidir. Bir kishi qanday qilib yolg'iz o'zi urushayotgan qabilalar va ko'chmanchi badaviylarni birlashtirib, ularni 20 yildan kamroq vaqt ichida eng qudratli va madaniyatli millatga aylantira oldi. George Bernard Shaw, Men bu ajoyib insonni o'rganib chiqdim va fikrimcha, u dajjol bo'lishi u yoqda tursin, aksincha, insoniyatning xaloskori deb atalishi lozim. Ishonamanki, agar unga o'xshagan odam zamonaviy dunyo boshqaruvini o'z qo'liga olsa, uning muammolarini shunday hal qilishga muvaffaq bo'lardiki, bu dunyoga juda zarur bo'lgan tinchlik va baxtni olib kelardi.